5 avgustda chaqirilgan Dünya Uyg'ur qurultayining to'ri orqali o'tkazgan umumiy vakillar yig'inida vakillarga Xitoyning chegara halqan besim ishlatishi mavzuliq doklad tonishtirib o'tilgan. Mazkur dokladni tayyorlagan Demokratiya va kishilik huquq tashkilotining mas'uli Zumratay Arkan xonim doklad to'g'risida ma'lumot berib mundaq dedi. Bu doklad hozir dunyoning har qaysi joylarida bo'libmi Yevropa ellarida faoliyat qilayotgan Uyg'ur, Tibet, Xitoy va Hong Konglik faoliyatchilarning Xitoyning og'ir besimiga uchrayotganligi, hatto o'zlarining uydagilarining besimiga uchrayotganligi to'g'riliq material to'plab yozib chiqildi. Bu dokladni tayyorlash uchun Uyg'ur faoliyatchilarini asos qilgan holda nurg'un odam bilan suhbat o'tkazdik. Oxirida mazkur dokladni biz taklif qilgan mustaqil bir tadqiqotchimiz yozib chiqdi. Amerika Davlat ishlar kotibatligi o'tgan hafta Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilayotgan zulmining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini yana bir qatim ta'kidladi. Amerika Davlat ishlar kotibatligi Amerika Davlat Majlisiga sungan dokladida Amerika ittifoqdoshlari va sheriklari bilan davomli hamkorlashib Xitoyni ayblaydiganligini va Xitoyni sodir qilayotgan insoniyat qarshi jinoyatini va irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga davomli chaqirganligini bayon qilgan. Amerika Davlat ishlar kotibatligining Amerika Davlat Majlisiga sungan mazkur dokladida Amerika va boshqa 49 davlatning BDT umumiy kengashining 3-komitetida birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoyni xalqaro kishilik huquq majburiyatini ado qilishga va BDT kishilik huquq oliy komissarlik ishxonasining tavsiyalarini ijro qilishga chaqirganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavda bo'lgan Xitoyda eksport va import oldingi oydagi yer shari ehtiyojining tuvanlashiga ergishib, mo'lchardagidan tuvan bo'ldi. Egilinishcha Xitoyning eng cho'ng bozorlarining biri bo'lgan Amerika qilgan eksporti oldingi yilning o'xshash mezgiliga selishtirganda 23.1% azaygan. Yevropa ittifoqining Xitoydan import qilishimi bultur 7-oydagi selishtirganda 20.6% tuvanlagan. Bu savdo-sotiq ma'lumotlari Xitoyning eshish sur'atining bu yil texmi tuvan bo'ladiganligidan bishorat bermoqda. Filippin amaldorlari Xitoy bilan Filippin orasidagi talash-tortishdagi xodi tashqi kelgan harbiy paraxotning rayondan chekinmaydiganligini e'lon qilib, Xitoyning talabini rad qildi. Davlat bexatarlik kengashining yuqori darajalik amaldori Filippin tashqi ishlar ministrligi dengiz qirg'og'i muhofazat atriti va harbiylarning birlashma axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilib, Filippinning janubiy dengizdagi talash-tortishdagi dengiz tavalligidan chekinmaydiganligini aytdi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Xitoy bilan Rossiyaning xalqaro munosabatda qo'yiq strategik moslashtirish uchun tirishayotganligini aytdi. Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bo'lsa, Rossiyaning Xitoy bilan bo'lgan amaliy hamkorligini cho'nqurlashtirish va ikki taraflik munosabatda texnik ko'p natijalarni qo'lga keltirish uchun tirishishni xohlaydiganligini bildirdi. Davlat nomidan qabul qilingan sovg'atlarni setish va mol-mulklarni yoshirish qatorliq ayblashlarni o'z ichiga olgan To'saxona delosining bir qismi sifatida qo'lga olingan va 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Pokistonning sobiq bosh ministri Imron Xonga 5 yillik siyosiy cheklama qo'yilgan.